Bugungi kunda xalqaro imtihon topshirish xarajatlarini davlatdan qaytarib olish ancha oson. Agar siz xalqaro imtihonlardan yuqori ball olgan bo'lsangiz, 31 yoshgacha o'zingiz, 16 yoshga to'lmaganlar esa ota-onasi yoki vasiy vakilligida ushbu imkoniyatdan foydalanishi mumkin. Buning uchun my.gov.uz bosh sahifasidagi qidiruv satriga o'qish va xalqaro imtihon tizimlari bo'yicha xarajatlarni qoplash deb yozing va xizmatdan foydalaning. Arizachi turini tanlashda arizachining o'zimisiz yoki ota-onasi inobatga oling. Biz arizachining o'zi tanlovini ko'rib chiqamiz. Bu o'rinda shaxsiy ma'lumotlar tizim tomonidan avtomatik to'ldiriladi. Sizdan faqat yashash manzilingizni kiritish so'raladi. Endigi qadamda kompensatsiya olish hududini belgilang. So'ngra keltirilgan ro'yxatdan sertifikat olgan imtihon turini tanlang. To'plangan ball, to'langan imtihon xarajati miqdori, sertifikat raqami va u berilgan sanani kiriting. Hamda imtihon o'tkazgan tashkilotni belgilang. Keyin quyidagi hujjatlarni ilova qiling. Sertifikat nusxasi, shartnoma nusxasi, to'lov kvitantsiyasi. Eslatma: o'qish xarajatlarini qoplamoqchi bo'lganlar o'qishning boshlanish va tugash sanalarini ham ko'rsatadi. Endi barcha ma'lumotlarni qayta tekshirib chiqib, yuborish tugmasini bosing. Ariza 15 ish kuni ichida mas'ul tashkilotlar tomonidan ko'rib chiqiladi. Tasdiq javob xati kelganidan so'ng xazina ilovasiga kiring. Xizmatlar bo'limidan ijtimoiy xizmatlarga o'ting va xalqaro imtihon xarajatlarini qoplashni belgilang. So'ngra arizachi turini tanlab, mablag'ni qabul qilib olmoqchi bo'lgan bank kartangizni ulang va pulni o'tkazib oling. Imkoniyatni boy bermang. Bilimingizni sertifikat bilan tasdiqlang va xarajatlaringizni my.gov.uz orqali oson qoplatib oling.